Nima? Oddiy qog'ozdan hech narsa yasab bo'lmaydi. Hozir ko'ramiz. Qog'ozimizni to'rtga bo'lib olamiz. Tayyor bo'lgan qog'ozni olib, uni ham buklaymiz. Ikkiga bukladik. Yana bir marta buklaymiz va yana bir marta buklaymiz. Buklab oldik, ochamiz. Ochib, tepasiga, pastiga kley surib olamiz. Kley surib oldik. Endi uni garmoshka qilib taxlab chiqamiz. Birinchi bu yoqqa qayramiz. Keyin buni bu yoqqa qayramiz. Keyin bu yoqqa, keyin bu yoqqa. Qolgan 3 ta qog'ozdan ham xuddi shunaqa qilib yasab olamiz. Kichkina daftarchalarimiz tayyor bo'ldi. Bulardan 4 ta chiqdi. Shu daftarchalarni endi bir-biriga kley yordamida yopishtiramiz. Tak. Chik. Chik. Kichkina daftarchamiz tayyor. Endi uni ustiga muqovasini qilamiz. Daftarchamizning muqovasiga oddiy qog'oz kerak bo'ladi. Xohlasanglar rangli olinglar, xohlasanglar oddiy qog'oz olinglar. 16 ga 11 sm qilib kesib olamiz. Kesib oldim. Endi ikkita chetini o'rtasiga olib kelib birlashtiramiz. Shunaqa poloska hosil bo'ldi. Endi uni o'rtasiga daftarimizni qo'yib o'lchab ko'ramiz. Tak. Buklaymiz. Daftarimizni varog'ini muqovaga kirgizamiz. Tak. Ana. Kirgizib oldik. Bu yoq tarafini ham xuddi shunaqa kirgizib olamiz. Shunaqa kichkinagina shiringina daftarchamiz tayyor. Ichiga xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Varroqlari ham qalingina ko'p.